Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hammanglar ko'rib turganimdan xursandman. Mana hayitdan keyingi to'yimizni boshlab oldik. Xudoga shukr. Bu yoqda to'y sezonimiz boshlandi va albatta shogirdlarim ham kelishib boshlashdi. Tojikistondan 3 ta shogirdim kelishgan, aka-singillar. Ular bilan birgalikda to'rtburchi, to'rga 10 pirpiri karkaslardan yasash jarayonlarini ko'rib, o'rgatib boraman. Va sizlarga ham lavhalar qo'yib boraman. Kuzatamiz. Bahosini o'zingiz berasiz. Xo'sh, karkaslarimizni yig'ishni boshlaymiz. Ko'rasizlar, ularga har bittaligiga qanaqa yig'ilish kerakligini, qayerga qo'yilish kerakligini hammasini ko'rsatib, o'rgatib boryapman. Va albatta bugungi zakazimizda katta lyustrali karkas bo'ladi, to'rga 10 metrli. Buni ham ilishlarni, qanaqa qilib yasatishlarini hammasini dars jarayonida ko'rsatib, praktika yo'nalishda ko'rib, birato'lasi ham praktikaga chiqib, ishlab yonimizda yurishibdi. Ko'rib turganingizdek, birinchi patologdan keyin lyustralarimizni ilib olib va uni ko'tarish jarayonidan ishimizni davom etamiz. Mana bunisi. Jon berib mana tepaligi chiqib olib boylashadi. Qoyilligini qanaqa chiqdingiz bu yoqqa? Amallab tushasing. Ko'tarib oldik, xudo xolisa. Xullas, ish ko'p, hali ko'p ishlashimiz kerak va chiroyli qilib tugatib berishimiz kerak. Videoning keyingi reelsimni ko'rsanglar, tayyor holatini ko'rib borasizlar. Podpiska va like bosmagan bo'lsanglar, qo'shilib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarni ko'rishguncha omon bo'ling.